Bizni yashash muhitimiz shunaqa muhitga to'g'ri keladiki, siydik tosh kasalligi moyil bo'lgan muhit. Unda siydik tosh kasalligini kichkina toshlar borligi va bu obstruksiya, ya'ni tiqilish holatlarini berib turganligini ko'rishimiz mumkin va klassifikatsiya bo'yicha K4 deb ataladi. K4 degani bu o'sha toshlarni murakkab toshlar, ya'ni asoratli murakkab toshlar borligi to'g'risidagi rentgen sumkani ko'rsatishimiz mumkin. Mana e'tiboringlar uchun butun buyrakni formasini egallab olgan holatda to'la tosh turibdi. To'la tosh va bu o'ng tomondagi buyrakni umuman ishlattirgani ham yo'q, ishlamayapti. Ya'ni bu to'la tosh bilan egallanib bo'lgan. Shunaqa holatlarda ham hozirgi zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishini asoslagan holatda bu holatlarda ham bemalol o'sha endoskopik operatsiyalar yordamida bu toshlarni ham bartaraf qilish mumkin, agarki buyrak chiqarish faoliyatini saqlagan holati bo'lsa. Yemirilish bo'ladigan bo'lsa, mana shu toshni uzoq yillar davomida turgan holatda parenximasidagi yemirilishlar bo'lsa, buyrakni ishlash faoliyatini tekshirilib, to'la tekshiruvlardan, standart asosda tekshiruvlardan o'tkazib, agar buyrakda siydik ishlab chiqarish faoliyati bo'lmasa, unda ming afsuslar bo'lsinki, bu buyrakni olib tashlashga to'g'ri keladi.